Assalamu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun ikki qatimliq naq maydon bo'lib qoldigan bo'ldi. Uzun bo'lmagan vaqti bir 3 soatlar bo'ldi. Menga biraylarning ivatish bilan Rabia Qodir xonim so'zlabdi. Mushu doklad to'g'riliq degandi. Bu doklad to'g'riliq so'zlagan o'xshaydi deb kirdim. Kirib 7 minutdan oshiq buni anglab chiqdim. Anglash jarayonida afsuslandim. Jirginib ketdim desem buludu. Rabia Qodir 2006'dan başlap 2017'gacha bo'lgan aralıqda 5 yıl Amerika Uyghur Birleşmesi bilan Dünya Uyghur Qurultayıga teng reislik vazifasini o'tagan. Onu hammamiz bilamiz. Ondan keyin 5 yıl o'tib bo'lgandan keyin anadan vazifasidan qilib Dünya Uyghur Qurultayıning vazifasini 11 yıl o'tagan. Bu jarayonda xo'sh vazifani o'tagan bir reis bo'lgan inson o'zini pappakiz. Men bu ishdan xabardor emas. Agar mundaq bo'lib qolsa-mu, boshqalar meniki nimamda mundaq bo'ldi. Bu doklad mavjud doklad. 2008-yildan boshlab 2008-yili 51 betlik. Bu mevcut doklad. Onun 2009 torbette e'lon qilishdan ilgirimi Rabia Qodir xonim Birleşken Devletler Teşkilatı'ga Asqarjon efendim bilan, Anvarjon efendim bilan birga borgan mushundaq jarayonlar bor. Mening hayron qolganim pappakiz bu xonim 11 yil nimish qildilar u yerda pul sanashdan boshqa nimish qildilar deb so'rag'im qoldi. Bir inson o'zininki noiti saviyasining yetmagan bir yerlarga kirib ishlasimi, o'zi bunda bir taptatidi, anadagi qamlashtiramagandan qaytib chiqadi. 11 yil Uyg'urni ko'ldirilishdan boshqa nimish qildilar, pul yig'ishdan boshqa Rabia xonim. Sili pappakiz kendilar, sabdoshlari bilan tang qildilar bu jinoyatni. O sabdoshlarini bu xatolikni deb apla. Bu bir zaminninki egilik huquq davasını sizli xatolik deb alamlar. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Yeni bir ekranga chiqib, "Malaya sen, indigenous degan gap, bunda degan gap qo'y, ha?" degan odam maningga chiqib o'tirib, "Men bilmayman, uqmayman, biz rad qilgan, biz nim qilgan." Bu sizli shu vazifani o'tayotgan vaqtda bo'lgan ish bu. Hergizmi onundan keyin bo'lgan ish emas. Uni davomlashtirganlar bor. Vazifani o'tayotgan chog'dagi shu sabdoshlari bilan qetiqni tang ishdilar, chilakni tang yalidilar. Maningki jinoiy javobgarligini berish eg'ir kelib, oqlab, o'zlarining hech nima ish qilmagan, turmada yotganliklari uchunlar Kallı qop-quruq, şup bitib chiqib oltağan bolsa, kim sili ne chiqdi? Kim o orunga oltağızdi? Sili nimish qildilar u yerda? Eshak vaqtlarmi? Bu bir qator savollarga javob berish kerakdi-ku. Aş 11 yilga faqat 7 minut bilan javob tugidimi? Ashlardan hisob elinglar, shulardan so'ranglar. Olim сөйтіп hergiz qechib qutulolmaydi bu jinoiy javobgarlikdan. Uyg'ur o'yga qazir. Uyg'urniki qisitishi bilan o'tirg'i chiqib so'zladilar. Xalq harakati deganning oxirida chiqqani yo'q. Xalq harakati degan saldak chiqidi keyin. Hech kim qechib qutulolmaydi buningdan. Jinoiy javobgarlikdan. Uxlayotgan Uyg'urni hammasi uxlayotgan bo'lsa, bilet tashlashga yolg'ondan qitib bilet tashlashdiki emas qatnashmagan ni odamlar va Uyg'ur seskinib ketib, hozir oy mening huquqim ekan to'q, mavo hamma Uyg'urning da'vosi ekan to'q, mavo deb turib uyg'onib kirayotganlar bor. Shaxsan men 4 yil bo'ldi faqat uyg'ong'ili. Uning oldida men bir parcha axlatdim deyli. Men e'tirof qilman. Men emdi tonudim, emdi uyg'unib turib boshqalarni uyg'otay davatdim. Lekin men tayyorlik bilan chiqdim. Izlaniman, tang bizning sabdoshlarimiz, qarindoshlarimiz bilan taraf-tarafdan izlanib, o'ginib, bir-birimizni to'liqlab, anadiki ma'vu kang Uyg'ur jamoatiga sunyapmiz. Her qandaq isbot olsun, her qandaq video olsun, her qandaq resim olsun, javob bergichiligimiz va olatda tayyorlik bilan chiqib so'zlayapmiz.
Bunda depti, cevap vermeyme. Yok, cevap verse sen. 11 yıl şu orunda oltadın, nemiş kıldın muşunundan fakat xabardar emasma sen? Sen rast uqmamsan muş işini? Senin poçurkan oğurlangan mı? Bu dokulat meselesi ayrım mesele. 2008 yıl çıkan bir nuskadakisi ayrım. 2009'dakisi e'lon qilgan nusxası ayrım. O rənglik rəsm, rəngsiz rəsm bilan münasibətim yox. Mən indigenis emas. Mən faqat aşı maqalının, aşı dokulatның içidəki 60-cı bətdə Uyğur Xitaydan yüksek avtonomiya talab qiladi degan qaysi Uyğur talab qildi? Qaysi Uyğurga vakolatan talab qildilar? Qaslari. Kimning ma'qulligini oldilar? Şunu oqimiz, şunun cevabını alamiz. Oy, eringizga ishtirib qo'yib, yana birisiga ishtirib qo'ygan bilan tugamaydi bu ish. Jinoiy javobgarlikni beshidan tortib hamiz tang o'taydi. Bilavasizlar, Uyg'urni qo'ldirtirgan vaqt o'tib ketdi. İngilizce bilmeydim. Tercüman varken qo'yanlarda o'zlarini deplar. Bir emas, 2-3 tercümanları var. Katipleri var. Hech nimani o'qimamdilar. Elişip qalğanma, pul sanaşnılı unutub qalmay, onundan başqa həmməni unutub qalğanma. Bir insan, məsələn, mən dey, balalarımı oxutanmısam, oyay, mən bir oxutanmapdım hə, vay, dadan ola acışıb getkəndim, balam şunun üçün oxutanmıdım seni, desəm bulamda. Onda diyemeyim mən. Küçümdən yetişçi oxutum mən balalarımı dep oylayım. Acışıp gitişim özümün şəxsi işim, lekin balalarımla oxuşsuz qilişi bir sebep bulduğun iş emas dep oylayım. Mançı kitap oqıvetdim, mundaq qıvetdim degan adam. Tercümanları ba adam. Qo'ngda maşin ba, advokatları var. Nuri Türkel'den tatip. Alimden tatip. O qağan hemmesi bir g'oyib bo'lib ketdimi? Yandan sizlar yolg'iz shunday o dokulatning aşağı chiqib qolganini bilmay qolgadak. Miyada dement deydi, iliq sakti kesildamdiq. Adam kit qolganmi? Shu vaqtida puldan boshqa narsaning hamma narsani mushtaq o'chirilib tashlanganmi? Ishtirib turib bu mening emas, men qilmadim, men uqmayman, men bilmayman. Sizlar nimish qilib chiqqan u yerda nimish qilib o'tadilar 11 yil amsa? Aşının bir cevap beslemse ama dokulatını etraf kılmaydı ki Allah sizi kömepla. Ne mi şu peyda olup kaldı? Kanda peyda olup kaldı. Hey! Ağzırgıcı bağ dokulat 11 yılın ceriyanındaki neslerini fakat estuş kabiliyetleri yok aplik ettim ha? Şu dokulat çıkandan ki mi kaç yıl oltadılar? 8 yıl oltadılar ağırlarda. Okumamla aşını. Uy! Sorun. Onu bunu hemmiş tuqqanlarını açqish, yana bir mi qilish, pul sanash deganga hajab bir bildik Allah, mushuni bilmay qapla hajab bir. Odamni to'liq qo'ldirlatmay, javobni to'liq berishing kerak, Robiya Qodir. Ering bilan tang chiqamsa, sabdoshlaring bilan beshi tang chiqib, maslahatlashib, hozir birlik sap qurishning aqasing. Taqayliqi medaldan birini berib tutib, ma Dünya Uyg'ur qurultining saylamada Rabixon kamisa Şöhret Oşur berib aptu. Şöhret Oşurga birni bilan yezib berman degan ayni vaqtida. Rabiya xonimning naslarini men yezish berman degan odam bo'lgan. Shuning uchun vakolatan aptimish. Bunda bir qarab baxtimaylik 11 soatlik naynayga. Birlik sap. Oy birsini tillashgan bilan qamlashmaga yakan birla ustalga kelalaydi bular. Shuning uchun eliq naynay Ömer Qanat bilmaymiz degandan bilan bilmay qolmaysa Ömer Qanat. Ya kesel sebebidimi, ya aqoңdagi kesellar sebebidimi, estish qobiliyatlarini yutirib qo'yganlar bo'lsa, obdan asiltib qo'ymiz. Ma bu rasvochilikqa doir narsalarni biz to'g'ri chiqarmaymiz. Sababi biz Uyg'urning kalısını çaşmaymiz. Qasınlarning mushu rasvochiliklar mushtaq bir ish borkan, ma rasvochiliklar borkan deymiz, lekin xoinlikning o'tirib chiqimiz, turmushdagi rasvochilikni esingga sap qo'yimiz faqat. To'g'ri chiqarish uchun ishlatmaymiz. Ömer Qanatmi shuning ichida? Nuri Turkelmi shuning ichida?
Yana birlerinki karvat taqalarının hemmisi şunun içinde. Uygurның içi sırlar bilan to'lgan. Faqat boshqalar bilan chatligimiz yo'q. Da'voning ichida aşı rezil qulungni tatmag'anlarining hammasining hikoyasini hammani tekshirib turayotgan bolalar bor. Advokatlar bilan tang yana kelib deb qo'yay. Bizning hech qaysimiz sarang xiyolimizcha o'tirib chiqib qolmadik. Hech qaysimiz. Mana buni tilidi, mana qildi desanglar qo'rqa kirgitadigan yoki qo'zatning necha xil Facebookni ichib olib tilisa, yana bir qo'zat o'zi tilisa, ayrim Facebooklarni ichib olib qilsalar, uxmay qoldi deb o'ltirishma. Masalan, bizning Facebooklarda men uxlasam, boshqa bir do'stlarim mening Facebookim orqali to'g'ri chiqib turib, qaraydi narsalarga. Başkalarının vaqt saati 24 saat qarab turgan bolalar var. Bir-birimizning maxfiy nomerlarini bilishimiz. Shuning uchun bir-birimizga chiqib, nima shuvatıdı, qaysi shuvatıdı, hammamiz bir-birimiznikiga xabardor qilamiz. Mana do'stlarim ko'ryapti. Sabdash degan shundoq bo'ldi. Sening mening demaymiz da'voda, ha? Tang qilamiz. Bir yoqidan bosh chiqarib qilamiz. Ma'vu sabdashlik bo'ladi. Osiylik degan narsa bizda mavjud emas. Birlarimizning shaxsiy narsalarimiz hech qanday yer chiqmaydi. Sababi nima ish qilyaptig'imizni bilamiz. Haqqasinga o'xshash, qo'ngan sesigan chaqda hammamiz tang sesib ketmayli deb o'ltirib bir ustallik kelalaydigan undaqlar emas biz. Bizning hech qanday manfaat to'qinishimiz yo'q, yo vazifa o'tab bir qanday qilib setishib ketgan yerlarimiz yo'q, yo yotgan sodasi yo'q degandek ish. Hozir mana qamlashmagan chaqda ishtira qo'lni tunuydi. Dokladni tanqiganlarning ichidagi hammani chaqirib yig'nashmamlar. Sahnadan tushib ketish eg'ir kelib, o'ltirib ananiki, "Ma qildimiki, mundaq deb xap bo'lgandim, Hey, 2009da hozircha qancha yil bo'ldi? Bu hammang aqlingni ezib qoldingmi aqasing aqlingdan? Bizce ispatını bütün yığıp olup anandakin çıktık meseleге taqabıl turduğanğa. Uygur'nınki əxlivaları tan çıktık. Biz manasida birden atımız. Lekin özün cevap verişin gerek Rabia Kadir. Mening ekranımga çık dedim ben. Sen xiyalan kelgende u yerda partizanlık uruşu bilan iş tanıtıdı deb o'ylab qolma. Yo'q. Sen çoqum çıkıp tepsili cevap verişin gerek. Ben sana da koyayım. Sen 11 yıl hukuk tutkan yerdeki muşu dokulatlarını, kol koygan hüccetlerinin hemmisini sen saran okuyan işi varan vaktinde kol koygan mıydın? Ben senin kol koygunun kadar kemmedim. Hiç kanda desen kemmedim. Ben dokulat meselesi de vattım. Dokulat közünde mevcut. Közünü tıkıp koygadaki dokulat var. Turuptu o. Yok ap ketkini yok. 2008-12 ayda mı e'lon qilingan nusxasi var. Hech nima yo'q qolmaydi. Torning xotirlash iqtidori qandaqligini bilmamsa, Google degan narsani izlab baq. Atuquning deganti, eliq Nuri Tulka deganti Google degan narsani bilmamsizlar deb. Shu Google degan narsani sana o'gitib qo'ysin. Anadaki sana yezish berdigan, kitob yezish berdiganlar deb bersin qanday qilishni, qanday izlashni. Olturup onun iştirip, bunun iştirip, Ömer Kanat'ın için biz tunuştur koymayan sana. Sadece 11 yıl aşağıda nime vazip ötep, hiç demedi bilmem sen Rabia Kadir. Ben senin ornunda olsam ki ölüp alıttım ben. Deydiğanı dep bulup ölüp alıttım. Ben ölüp ketken çağda anadaki ma kitap çıkıdı. Anadaki xalq alem bilidi. Sen ölgen çağda kuyruğun kum baskan çağda kimsiden kitapını okumakçı. Saran opqan adam yok mu ya da? Eylik o topta bu topta sözlegen eylik zuvandarlağımı dep koyay. İşki puton görgü sangılgan adam vicdanını mında tutup bak. Muşu cemaatim boyunca munda bir zuvandar batı, hainlar yan baskantı degenge qarganda, ey Xudaya tovuqıldım tüzük yakılıdım adam. Haq sözleydi deydiğen bir qapqasun tarixta. Lanet okuyduğun tarixta taxtısıga lanet okup durup yazmasın işqandaq adam. Rabia Kadir uyqanını içip durup cevap verse 11 yılınga. 11 yıl vazip ötüdün sen. Muşunun hemmisi cevap verse. Aşı dokulat da enlik yeziklik avtonomiya Uygur Xitaydan Ali avtonomiya talep kılıdı deb. Sen kimge vakalatan yazdın onu?
Xi Jinping şu vaqtidan tatib bağmeti. Anandaki Xi Jinpingni mundaq qilamdiki degan to'q, mundaq qilamdiki degan, lekin mundaq bo'ladı degan so'zlaring to'rladi. Liqba. Sen kimden nima talab qilding? Kallang joyida. Pul sanashni bilgan odam boshqa ishni biladi. Aljib qamagan sen Rabia Qadir faqat Uyg'urni ma'naviy onasi deb Dünya Uyg'ur qurultiga o'bunda o'ltag'iz qo'ygandan keyin O'rta Osiyodikilar, yana bir yerdikilar seni anam, bizning onamga ehtiyojimiz yo'q. Bizning hammamizning onasi bor. Ölüp kesimi dadımız var, ölüp kesimi anımız var. Biz hergiz oturup bir anaga ihtiyacımız yok. Bizning vatanga ehtiyojimiz var. Muşundaq söylüp yürmeyimiz en qısqısı, muşu Facebook'ninki her xil belgileri var. Aşının içinde her bir devletlerninki bayrakları var. Aşı qeyrindaş milletlerninki hemmisinin devletlerinki bayrakı mandaqlı qısınız seyirlip tapısız. Biz köp yürekni bayrak onda işintimiz. En qısqısı mağa Zulxumar degan qizim Germaniyadagi. Vay Zumrat dada, o'ylab beqma, mo'shuningda bir yurak deb ishlatadiganqa ashini ishlatadi ekanmiz. Bir bayrog'imizni ishlatish huquqimiz bo'lmaydi ekan, davlat bo'lmasa dedi. Hey, ma bir 20 necha yoshli bolaning davatgan gapi. Azroqmi xo'rlik his qilmamsa, vijdoningga tegmamda. Aya kirganda bir xil gap qilib, miya kirganda bir xil gap qilib, Uyg'urning oldiga kelganda bir xil gap. Men bilmayman, uqmayman, sizlar ashinani izdanglar deydigan gap yo'q. Seni bildirib qo'ymaymiz, eslatib qo'ymaymiz, Rabia Qadir. Agar hayotingning oxiri hech bo'lmagani gunohimni tunay, men mushundaq ish qilgandim deb turib, qilishing bilan oyoqlashtirishingni umid qilaman. Lekin ma temiga yana oyrim kirma. Bugungi mush 7 minutdan ochiq so'zing nervamni shunchalik o'rlatgan, Uyg'urning shunchalik qirilib ketgan 11 yilda qon nima ishlar olib ketdi vatanda? Ma 11 yilda sen lager deb turib yalgandın kallangni mundaq qilib turib uruqtiqnim uchun igi chiqdim, yana bir qildim. Naynaylarını oxumaydı deb qama Rabia Qadir. Oşunu tepip cevap versem ha. Dokulatnınki cevabını çok mu berişin gerek? Sabdaşların bilen tam çıkıp cevap versesen. Bir anıma boş koyup etmeyme. Vay üttür yütlüğün boldu. Vay kıstırıp koymayma. Ben sana da koyay. Ben bir zümret dursun emez. Talay zümret dursun ba. Bilip al. Körüp kalsa şu vaxtıda. Anı cimik dursan B. Ben cimik dursan C. Hemiz çıkıdı. Sen Uygur'unu uykuda oylap kalma uykuda dep. Amerika'da mı ne çoğunlava. Numus kısanlavamamdı. Amerika Uygur birleşmesi ki bir Xitayını ottağız koyup otur. Bazılkeş oyunu görüp ottağı çersem biz mi birnimi kıvatımız? Mundaq kıvatımız, andaq kıvatımız dep. Ameliyat Amerika'daki Uygurlar yetettinlar. Numus emesme, şermendiçilik emesme olsam. Mundaq dep. Bir faaliyetkim biz uncu olacaq bağımıdıq deydi. Basan olam deydi dedim. Pulgu setip algan biletler. Biz bilet taşırdık. Dep günkü dır dep durup bir galite bir video çıkıptı o. Aş qeyrindişimizdim Allah razı olsun. Şunda şan hoqıpsa. Acayip kırıştırıpsa avazını. Bir top koyulanınki aşağıda. Hain münafıklarınki görünüşleri. Biz uqmaymiz, bilmeymiz. Gıdıqlap qo'yganda kulib ketgan ovozlari sertlik bir mening tozninki. Gıdıqlarimni keltirib, bir odamcha sarang emas qara. Seni yo'q, bilmayman, sen bildirib qo'ymiz. Sen lekin birdan kelimiz bu ishqa. O'zing eg'izlanibsan, ekranga chiqding, u yerda enediga sen Dünya Uyg'ur qulti sen akirib tikansa. Onunla neymişki cevap vermeyse? Uygur uyunu talap dur cevap verdin. Uygur uyunu aldırmay kelimiz. Zeminin işini bir püttürüp alaylı. Sen setip etken o dokulat var o. Uygurunu koşmuş dokulat bilen setip etken. Şununla kelimiz. Nay. Jığıştır. Manın bilen jığıştırmen. 7 minut bilen jığıştırmen dep oylama. 11 yıllık hesap atma bu. Bilip al. Sen Uygur'dun talay pulunu yıkkan Rabia. Nimiş kıldın, qaysı davanı kıldın dep veremem hemse. Dava. Bir adamın tuğsumu 11 yaş kırdı ey.
Tug'ilib ketgan nevaralaringning yeshini bilasa? Ne? Ben chiroyli gap qildim hozir sana. Cevap bersa, bäsam bersa, bämisam bersa bilib ol. Bu ishga oldirmay kirmizdi. O dokladning masalasini cho'qqim hal qilishing kerak. Qo'l-qo'lni tunuydi, sabdoshlaringning qo'nglari bir-biring bilan tutash. Toz bilishsa bir-biringni. Shuning uchun toz manfaat yeri kelganda bir-biring toz axlab suyuqlantirish taktikasini o'ynayotsa, qistirib qo'ymaymiz bilib ol. Biz bir tem ustida mengyapmiz hozir. O ititi salağı yok. Salağı ketmeydi bu işqa. Bilib ol. Men bu oyğanğıl 4 yıl olğan. Şunun üçün sarang petimçi yaşamay dedim. Anadaki biz tayyorlik bilan chiqqanlar. Bizning qo'limizda talay narsalar bor. Tayyorlik bilan bir temaga kiramiz. Gerçi o vaqtida biz yo'q. O dokladni biz chiqarmagan, lekin o doklad ustida biz tahlil yurgizmagan ayni vaqtda. Biz nim qilmadik. Uçur kelgandan boshlab izlanib, tepib, tayyor bo'lganda men chiqdim. Biz o'ynashib chiqmadik Rabixon. Biz xiyoliy betimchi chiqmadik. Men 2018dagi Zumrat Tursun emas, bilib ol. Sana toz ko'stib qo'yma mening kimligimni, bilib ol. Tatayning bolasini yeningda o'ltog'iz qo'yib turib, Zumrat Tursun kim deb turib video ishlatgan tursang, yig'idiqlarimni keltirib, "Hey, Google degan narsinchi tuqquningdan so'rab baq, nimalar chiqdi, nimalarni tekshirgil bo'ldi" debchi. Qarindoshlar uyqumizni ichib, Mav qarindoshlarың bilan faqat ko'rishamaysan. Agar uyqungni ichib, tezdan o'zingni radga selib olmasang, tuqqanlaring bilan hargiz ko'rishamaysan. Ko'rishsangmi, o'g'irliqchilik bolalarning to'yini qilib kelgan, bolalarga buni olib kelgan mav Amerikada nochilar ekan-ku. Vatanga berib to'yliq narsalarni olib keladigan, urug' tuqqanlarni uya biyalar davol talaydigan mondaq nochilarga qaraganda, ularni xoin deb atagan ekansan, senmi xoin atilib qolsang shu vatanga kirib chiqsang. O'g'irlikchi berib kelsan. Normal shaklda qilmasang, igi chiqsa ma vatanga. Qarindoshlaring igi chiqsa, aşı qarindoshlaring sening qining o'xshash Uyg'ur qini bu odam azroq bo'lsa vijdon tutib beqish kerak. Vijdon tutib baqsa javob chiqadi. Mavu 62 betlik dokladga cho'qim javob berishing kerak Rabiya Qodir. Sen mas'uliyatni ishtirish bilan tugutamaysan. Bu mas'uliyat sendimi bor? Bir şirketning vayron bo'lishiga odatda osh beshidagi huquq tutqanlardan tortib bosh moliya ishxonasining hammasi ega bo'ldi, mas'ul bo'lgan o'xshash. Men iqtisod tutatdim. Iqtisod tutgan odam har vaqt javobini bera oladigan bo'lish kerak. Shuning o'xshash, sen bir rais bo'lgan odam, o'shada ikki o'rinning raisi bo'lgan, Dünya Uyghur Kurultayı bilen Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi olan iki vazifini öteyen bir xotin, sen 7 minut bilen men bu işini okumayma, bilmeyme, okumayma, tercümanım palançtı, pokunçtı, palançımiki, sen jığıp gel aşlanı, vazifen billi vazife ötegen tursan, münasibetin buzulup ketken bolsun mu? Nime çattığımız o senin münasibetin biz buzup koymagan. Burundalı münasibetinle qanchalik o'zing bilsan, mayli Roşa Abbas bilan bilamda kim bilan münasibet, Rishad Abbas bilan bu münasibetni biz buzib qo'ymagan ya gap deb buzib qo'ymagan, o'zinglarning buzilishib, qo'nglaringlar sesib yurganda hamiyat bor-ku. Nuri Tulki bilanmi shundaq-ku arang. So'da tunishtirib qo'ysa, biz-chi shaxsiylikka kirmay turayli. Mavu dokladning javobini cho'qim bersa, yana bir imzo qo'ydi deganga kammi to'xtaqi. Onunga topdoslar. Mavu. Dokladning masalasini hal qilayli beshida. Kimga vakolatan, kim nemish qildi, shuning javobini bersizlar. Cho'qim berishing shart Rabiya Qodir. Sen o 7 minut bilan oxirlashtirman deb o'ylab qolma. Sen meni bo'sh o'ylab qopsa, Uyg'urni bo'sh o'ylab qopsa, biz vaqo qara ko'mivatgidek darajada ko'tarilib chiqimizken, o vaqtida senki hay voy degan yoki 7 minut anani og'zingdan, burningdan chiqarib etadigan Uyg'urlar chiqadi. Qarab tur ko'rsa. Rahmat sizlar qarindoshlar, ozroq o'sim kallanglarni ishlatinglar. Bu da'vo hammamizning da'vosi, xalqning da'vosi. Xalq orlashmaganligi uchun mushundaq bo'lib ketgan, qig'dak bo'lib ketgan gapmi shu. Satqullar, xoinlar setib yegan buzuqchilik, osh buzuqchilikning pulini Uyg'urning puli orqali to'laganda.
Hey, sit deb o'ylab yiqinglar. Oshuning ichida menmi bor? 4 yil bo'ldi men. 4 yildan keyingisiga men yüzüm sharaf bilan qaraya olayman. Uning oldidagisiga mundaq qilsam bo'ladi. Menmi uxlab yotgandim. Qarindoshlarim, hammamiz uyqumizni ochaylik. Rahmat sizlarga.